Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana 200 kvadratli o'tirimiz tayyor bo'ldi. Bu yerga yedida 40 kilodan oshiqroq ko'mir sig'adi. 40 kilo ko'mir sig'adi. Tayida turbasi bor 10 ta. Unda ham suv yuradi. Bu ikkinchi qavat eshigi mana yerdan spesial joy tashlangan. Ichida qancha ko'mir qolmadi, o'shani bemalol egasi buni olmasdan turib ko'rsa bo'laveradi. Mana yerda ventilyator joylashadi. Ventilyator uchun narsalar qilingan. Bu yerda ko'mirni kulini olgan joy. Mana bu joy mana ko'rib turgan joylaring. Bu tozalash uchun joy, uni boltkaga qilib boshqa qilib nima qilinmaydi. Mana bu ichidagi lisi bor. Bu lis o't to'g'ri aylanish uchun qo'yilgan. Mana 9 ta kitobli. 9 ta kitobli o't betdan chiqib, aylanib oxirini aytdan o'tib ketadi. O'zining maxsus kurashasi bor. Orqasini ochmasdan turib, shu yerdan o'sha kulni tozalab olsa bo'ladi. Komplektda sim cho'tkasi narsasi bor. Xo'p. Xudo xolasa 200 kvadratga bemalol qo'ysangiz zakonni isitadi. O'zimning uyimda ko'mirni o'nida ishlatdim. 8 soatdan 17 soatgacha yetdi. Ko'mirni o'nida mana o'sha yerda hozir ko'rsataman. Ko'mirni o'nida 12 soatgacha bir zapravkada 8 soatdan 17 soatgacha yetdi. Havoni sovuqligiga qarab ko'mirni o'ni agar ko'mir yirigini tashlasangiz yana ham ko'proq yetaveradi. Uyimning kvadrati hozirda men ishlab turgan joyda 86 kvadratga shunaqa vaqtga yetdi. Agar ko'mirni yerigining sifatini tashlasangiz u vaqti yana ham ko'tarilib ketadi. Mana yerda mana bemalol xohlasangiz pechkan ekanligidan oddiy o'zimiz pechkan ekanligidan xohlasangiz azbest turbaga moslab stiklavata qo'yiladi. Azbest turba kiydiriladi bo'ldi. Podachisi termometr uchun, termostat uchun, vizrbnoy uchun mana bu yerda narsasi bor. Mana to'rtta bulutni bo'shatib bemalol xudo xolasa gaz garlikasini qo'yib, uni miyasini, narsasini berib qo'yasizlar. Shunday xudo xolasa qalinliklar mana konteynerda istidan bo'lgan. Buni prema chiqgan ko'ryapsizlar. Qalinligi to'rlik. Xo'p, bu kitoblar ham hammasi to'rlik. Eshiklari ham azbest narsalar qo'yilgan. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Tekshirilgan. Garantiyasi bor 2 yil. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilinglar, sotiladi. Narxi 8,5 million. Ikkita termometr, termostat, ventilyatorda оборот pasbaland qiladigan regulator bo'ladi. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, telefon qilinglar. Dastavkasini uzoq joyda bo'lsa, dastavkasini kelishamiz. Yaqin joyda bo'lsa, yetkazib beramiz. Narxi 8,5 million.